Amerika muscle carlarining tirik ifodasi. U dizayni bilan ham, tezligi bilan ham millionlarning muhabbatiga aylandi. Gaz bosilganida emotsiya, harakatida esa ishtiyoq uyg'otgan muscle car Chevrolet Camaro. 2000-yillar boshida Chevrolet Camaro bozordan yo'qoldi. Odamlar uchun Amerika muscle carlar davri tugagandek tuyuldi. Lekin 2006-yilda Chevrolet kompaniyasi 60-yillar klassik Camaro ruhini saqlagan holda uni zamonaviy texnologiyalar bilan qayta tuzib, 2010-yilda 5-avlod Chevrolet Camaro'ni namoyish qildi. Bu Camaro chiqarilgan zahotiyoq butun bozorni portlatdi. Chevrolet kompaniyasi bu model bilan Mustang va Challenger'ga ochiqdan-ochiq hujum qildi. Uning ko'rinishini 1969-yilgi klassik Camaro proporsiyalarini zamonaviy platformaga moslashtirishgan. Old qismida tor va chuqur joylashgan faralar va 2 qavatli radiator panjarasi bu old qismini vizual ravishda keng ko'rsatish uchun qilingan. Past tom, keng kuzov va qalin arkalar bu Camaro'ga mushakli muscle car siluetini beradi. Orqa qismidagi 4 burchak shakldagi stop chiroqlar 60-yillar dizayniga ishora qiladi. U turli motorlar variantlari bilan chiqarilgan. Eng afsonalari bu Camaro Double S. 602 litrli atmosferali V8 motor, 426 ot kuchi, 0 dan 100 gacha 4.6 sekund. Bu motor Amerika klassik muscle car maktabining davomi hisoblanadi. Camaro ZL1 602 litrli V8 supercharged motor, 580 ot kuchi, 0 dan 100 gacha 3.9 sekund. Kompressorli ZL1 motori Camaro'ni trassaga moslashgan haqiqiy superkar darajasiga olib chiqdi. Bu model 2011 va 2013-yillar AQShda eng ko'p sotilgan muscle carlardan biriga aylandi. Transformers filmida Bumblebee sifatida sahnaga chiqishi Camaro'ni butun dunyoga qayta tanitdi. Undan tashqari Gollivud yulduzi Arnold Schwarzenegger o'ynagan qahramonning qaytishi filmida u jinoyatchini qizil rangli Camaro ZL1 da ta'qib qiladi. Aynan shu filmlar orqali u pop madaniyat ikonasiga aylandi va u doim Amerikaning kuch, qat'iyat va qaror ramzi bo'lib qoladi. Tachkani yomoni bo'lmaydi akalarim. Bu videoni Transformer fanatlariga yuborib qo'ying.